Esimda 2008-yilda musulmon bo'lmagan odamlar bilan qamal ostida qolganman. Ular esa hozirgacha qamalda. Auzubillah. Ramazon edi. Guvoh bo'ldimki, odamlar kambag'al bo'lsalar ham bir-birlari uchun yaxshilik qilyaptilar. Xullas, bir kuni xayrli ish sifatida Rafah qochqinlar lageridagi bir oilaga qo'zichoq olib borishni niyat qildim va bu ehsonni qochqinlar lageridagi musulmon oilasiga olib bordim. Ona eshikni ochdi. Tafaddal, salom alaykum. Xona yorug'lik va nurga to'la edi. Ular kichik bir xonada yashar edilar. Ichishga va yeyishga hech vaqosi yo'q edi. Men undan nega ro'za tutyapsiz deb so'radim. Yana menimcha Xudoyingiz sizni yaxshi ko'rmaydi dedim. Buni aytganimdan afsusdaman. Nega u siz g'azoliklarni 30 kun tashna qiladi? 31-kun suv bo'ladimi desam, u bizda suv yo'q dedi. Men xo'sh keyinchi, sizlar g'azoda 30 kunni suvsiz o'tkazasizlar. Nima 31-kuni muzlatkichingiz ovqatga to'lib qoladimi deb so'radim. U esa yo'q, to'lmaydi dedi. Menga ro'za tutishingiz uchun bitta yaxshi sabab ayting dedim. U esa hech vaqosi yo'q xonada bo'la turib, men kambag'allarni eslash uchun ro'za tutaman dedi. Ana o'shanda agar bu islom bo'lsa, musulmon bo'laylik.